Boshlaymiz balki. Hammaga salom. Men Sadulla Abdullayevman, Texniklov kanalining muallifi. Bu kanal hozirgi paytda O'zbekistonda eng katta ilmiy ommabop kanal va hozir siz meni maktab va universitetlarda ko'ryapsiz. Sizlarga men tavsiya bermoqchiman. Tavsiya berishimdan oldin o'zimni hikoyamni aytib beray. Meni yoshligimda texnologiyalar endi rivojlanishni boshlagan. Men kompyuterga qiziqqanman, telefonlarga qiziqqanman, hammamizdek. Va qachondir mening hayotim texnologiyalar bilan bog'liq bo'ladi deb o'ylamaganman. Iqtisodiyot yo'nalishida o'qib, uni bitirib bank ishlagan kirganman, lekin sezib qolganmanki, men odamlarga bilim tarqatgim kelyapti. Men tanlagan yo'nalishim aslida mening hayot yo'limni belgilab bermagan ekan. Sekin-sekin noldan boshlab o'z kanalimizni yuritishni boshlaganmiz. Hech qanaqa reklama bo'lmagan, pul bo'lmagan, buni yuritish uchun o'zimiz noldan boshlaganmiz. Birinchi videolar maksimum 100 ta ko'rishlarni yig'gan. O'sha ham bizning qarindoshlarimiz, ularga biz videolarni tarqatib o'tirganmiz. Va sekin-sekin hech nimadan qo'rqmasdan 1 yil mobaynida kontent qurganimiz uchun birdaniga kanal qo'zg'atildi. Bloger yo'nalishini tanlagan paytimda qo'llab-quvvatlagan odamlar kam bo'lgan va hamma aytgan, yo'nalishing boshqa-ku, yo'nalishing bo'yicha borsang bo'lmaydimi degan. Lekin men hammaga tushuntirib berganmanki, barcha o'qigan, o'rgangan narsalarim bu hammasi fundament va bo'lishi mumkinki, hozir o'qiyotgan narsalaringiz, qadam bosayotgan yo'lingiz shunchaki sizni hayotingizdagi asosiy vazifangiz, asosiy ishingiz uchun fundament bo'lib beradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, biz hozir texnologiyalarning davrida yashayapmiz, to'g'rimi? Ular globalizatsiyaga olib keldi. Ya'ni barcha davlatlar, barcha xalqlar texnologiyalarda bir-biri bilan bog'liq bo'lib ketgan. Va shu deb sizda birinchidan imkoniyatlar ochiladi. Xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Ikkinchidan esa xavflar ham paydo bo'lgan. Ayniqsa ma'lumot maydonida sun'iy intellekt deb hozir juda ham ko'p dezinformatsiya bor, kiber jinoyatlar ko'payib ketgan va mana shu narsalarni qurboni bo'lib qolmaslik uchun siz hozirgi paytda shu xavflarni tug'dirayotgan odamlar bilan bir darajada texnologiyalarni o'rganishingiz kerak va tushunishingiz kerak. Va aynan siz tanlaysiz. Texnologiyalarni siz o'z hayotingizda yaxshi yo'nalishga ishlatasizmi yoki yomon yo'nalishda ishlatasizmi? Sizlar bilan Sadulla Abdullayev edi va esingizdan chiqarmang, bu davrda hamma narsa faqatgina siz qo'lingizda. Endi siz hamma narsaga qodirsiz.